Endi shpaklovka qildirishga hojat yo'q desam ishonasizmi? Rang ham berish shart emas. Atachento qildiraman yoki bo'lmasam aboy qildiraman deb yurmaysiz. 366 kvadrat mana shu panelimizni shundoq do'g'alga qo'yadigan bo'lsangiz, shu suvdan keyin sizning ishingiz bitdi degani. Mana. Bo'ldi. Eng qizig'i, suvdan qo'rqmaydi. Ustidan chizib tashlasa ham yosh bolalar hech narsa bo'lmaydi. Yonmaydi eng qizig'i. Naqdingizni, vaqtingizni tejaydigan vaqt keldi shekilli. Buni har xil ranglari bor, hosili bilan ko'ramiz. Rostdan qirilmaydimi deyapsizmi? Ko'ryapsizmi? Qirilish degan narsani sezmayapti. Bitta panelimizning razmeri 366 kvadratga mos, narxi 310 ming so'm bo'ladi. Bitta kley bilan ishingiz bitdi. Usta chaqir, yo'qsam shpaklovka qildir, unga rang ber, aboy, atachento degan narsalarni unutasiz. Avalni siz avalni, har xil rang siz har xil rang. Mana bu joylarni ko'ryapsizmi? Bunaqasi menimcha faqat Praza panellarida bo'ladi. Past nomerlar qoldirilgan, telefon qilib buyurtma bersanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'yicha Optimum bor, Donaga ham bor deganimi endi?